Bu yigit 19 yoshda 20 million dollar yiqqani bir gap, Lamborghini'si borligi bir gap. Onasini emsin Instagram profiliga rasm qo'ymasdan 41 million obunachi yiqqan. Ko'pchilikning ketini kuydirib, Mr. Beast'dan Cybertruck hadyaga olgan bu yigit iShowSpeed hype'ning qiroli desak ham bo'ladi. 16 yoshda stream qilib o'tirganida kuzatuvchilardan birini yozgan kommenti uni shu darajagacha olib keldi. Kommentda shunda deyilgandi: "Siz Ronaldoni taniysizmi?" Afsuski, iShowSpeed Ronaldoni tanimagan va qiziqib qolgan. Kim bo'lsa ekan u deb qiziqdi, Ronaldo bilan ko'rishni niyat qildi hamda harakatini boshladi. Ko'proq odamga tanilish uchun bu tug'ma atlet Olimpiya rekordsmenlari bilan bellashib, ular bilan deyarli bir xil natija ko'rsatadi. O'lgan usta tepkan qilib, o'zi sotib olgan Lamborghini katta tezlikda kelayotganida uni ustidan sakrab o'tadi hamda shu harakati uni butun dunyoga tanitadi va u va nihoyat o'zini orzusiga erishadi. Ronaldo bilan ko'rishadi. Xullas, niyat to'g'ri va aniq bo'lsa, albatta unga erishasiz. Ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri yurg'izishingiz, bilishingiz, ya'ni SMMni bilishingiz bu niyatingizga tezroq borishingizni balki ta'minlar.